لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, O'rta Osiyo musulmonlari. Men o'zbek xalqiga yuzlanaman bugun. Chunki men o'zbekman, o'zbek tilini bilaman, o'zbek tilida yaxshiroq gapiraman. O'shanga keyin o'zbeklardan Alloh taoloning bir niyati, umidi bo'lsa kerakki, o'zbekdan chiqargan yangi payg'ambar deysanlarmi, alayhissalom ikkinchi kelishi, demak men bo'ladigan bo'lsam, birinchi kelishimga demak men payg'ambar bo'lganman. Demak, yangi fleshkani tozalagan nadiyarni meni ham xotiram o'chirilgan hozircha deylik. Arabtalaring do'zaxni ko'rasizlar degan. Demak, do'zaxni ko'rasan degani bu fleshkani kuydirib ham tozalab pamitini o'chirish uchun bir marta do'zaxni ko'rasan, ko'rmaganing ham 1 minut yo 1 sekund ichiga unayni ko'rasan degani bu. Xullas, savol beraman-da bugun. Dajjal haqiga, keyin do'batlar haqiga, quyoshning mag'ribdan chiqishi haqida. Chunki ko'pdan ko'payib quyoshning mag'ribdan chiqishi bu Qur'onga bormi deydiganlar bu, bo'lmasa quyoshning mag'ribdan chiqishini man talqin qiladiganday ular miyasiga qabul qilmayapti-da. Chunki aytilganlarki, do'batil arz chiqqandan keyin tavbalar qabul qilmaydi degan joyi bor, qilinmaydi degan joyi bor. Keyin do'batil arz chiqqandan keyin nima bo'ladi? Quyosh mag'ribdan chiqishi bo'ladi deyaptilar. Birinchi do'batil arz chiqsa, keyin ikkinchisi quyoshning mag'ribdan chiqishi bo'ladi. Biri chiqqandan keyin ikkinchisi cho'shqoqgacha chiqadi deyaptilar. Abdullah ibn Amirdan kelgan hadisda men bir hadis yodladim, uni bir umr yodimda saqlashga harakat qildim deganlar. Mana shu hadisga keyin Abu Hurayra roziyallohu anhudan kelgan hadisga bilsa nima deyarlar? 3 narsa bir chiqqandan keyin ikkinchisi chiqadi deylik. Do'batilar, quyosh mag'ribdan chiqishi va Dajjal. Demak, quyoshning mag'ribdan chiqishi do'batil azmani yangi nimadan aytadigan bo'lsak, Hazrati Ali roziyallohu anhudan keladigan qavlga Hazrati Ali aytganlar ekanki, u inson bo'ladi, soqoli uzun bo'ladi deganlar. Soqol nima ma'noni beradi bu yerda? Alloh taolo menga belgilarni bergan, inshaalloh belgilar orqali men sizlarga yetkazib beraman deylik. Bitta o'rtaga bitta postol bo'lmasa, bitta elchi qo'ydida, elchiga to'g'ri gapirmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xuddi kelgan vahiyda yo'q hadislarda, ya'ni nima orqali? Belgilar orqali, imo-ishoralar orqali Alloh taolo menga yetkazdi deylik. Menga qo'yilgan saqlovchi farishta orqalimi, kim orqali ham Alloh taolo menga bildiradi buni. Yo bir jinim orqalimi deyilgan. Deylik, quyoshning mag'ribdan chiqishi nimada? Quyoshning mag'ribdan chiqishi, men aytganmanki, g'arb mamlakatlari islomga kirishi, ikkinchi etap Xitoy va Hind majbur bo'ladi deyapman. Islomga kirishga bu quyosh mag'ribdan chiqishi bu Rum islomga kirish kerak, ahli kitob islomga kirish kerak deyman. Mani versiyam bo'yicha. Demak, do'batil odam bo'lsa, shuni aytganlarda, ya'ni soqol uzun, soqol bu yerda g'am taqvo ma'nosini bersa, soqol bu yerda g'am taqvo ma'nosini bersa, nimadir g'am? Demak, meni g'amim da'vat qilishim kerak. Kimni? Rumni, Yevropani, Amerikani. Demak, ko'rib turibsizlar, mana bu yerga prosmotrim 1000 tadan oshmaydi. Ko'p bo'lsa 2000, 3000 ta, 5000 ta bo'ladi. Ya'ni Abram Muxtorga o'shalar suka degan bo'lsa, 10 ta boradi. Uning uchun bitta bloklanadi. Bu ham yana deylik 27-yilgacha o'zi tamom bu. Boshqacha yana bitta nima ochishim kerak, kanal deylik, ha. Deylik, mana Shuhrat Shon. Kimdir u? Shuhrat meni oddoshim deylik, ha. U ham deylik Imom Mahdini bitta nimasi o'shanga o'xshatib olingan deylik. U ham xalqqa yaxshilik qilyapti, boshqa qilyapti. Yangi bitta Mahdini chiqardi, soxta Mahdisini. Yangi nima ekan shuni oti? Abduqahhor aka. Abduqahhor akani olim deyapti. Alloh taolo shunaqa qiladiki, sizlarga bittadan jin bor deyarlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sizga ham bor deganga, ha, menga ham bor. Men uni musulmonlardan qilganman deyarlar. Lekin Alloh taolo u kishiga yangi nima qilgan? Yangi jinini ham mo'min musulmon qilib qo'ygan yoki bo'lmasa Allohga bo'ysunguvchi qilib qo'ygan inshaalloh. Nima uchun? Chunki Qur'on hadisni insonlarga yetkazish uchun. Keyin menga nimadi? Menga ham u insonga ham berilgan ilmlar berilgan. Uni gapi bo'yicha nima deyapti? Davud alayhissalomning sandig'i O'zbekistonga deyapti. Odam Otamomonning qabri O'zbekistonga deyapti. Odam Otamomonning qabri mayli, uncha zarur emas, lekin O'zbekiston eng boy bo'ladi, unaqa deyapti. Lekin nima uchun bu? Nima bo'lyapti? Alloh taoloning o'zi buni gijlaydi, insonlarni mahdisini chiqaraveradi, odamlarni miyasini boshqaradi Alloh taolo. Ya'ni yaxshi yomon yo'llarga Alloh taoloning o'zi ilhomlantirdi degan oyat bor. Shu bilan
nimada bu ma'no beradi. Ya'ni Imom Mahdini qo'llab-quvvatlasa o'zbek xalqi demak rivojlanib ketadi. Mana shu bitta videosi qo'yganda 300 mingdan oshiq prosmotr bo'ldi, ikkinchisi 200 mingdan oshiq. Mana nima uchun insonlar qo'yib borib ko'paytiryapti, lekin mana shunaqa nima negativ yozgan sari kommentariyada yangi video ko'payib ketaveradi. Mana prosmotrim esa ko'p bosib 5000 ta prosmotrga bo'ladi, lekin odamlar o'chadi. Nima uchun? Sababi haqiqiy Imom Mahdini yo'nalishi, haqiqiy harakati. Insonlar nima bo'ladi? Qamlashdan qo'rqadi, o'lib ketishdan qo'rqadi. Nimani ishlatish kerak bu yerga? Deylik, majbur bo'lasan so'kinishga, basha qilishga. Dobbatilar chiqadi, qarg'aydi deganlar, so'kinadi, belgi qo'yadi deganlar. Nima uchun so'kinadi, belgi qo'yadi? Kofir mu'minga nima uchun ajratadi? Hamma musulmon-ku, sababi bo'ysunmaganing uchun, birikmaganing uchun. Dobbatilarni maqsadi nima edi? Rum ahlini da'vat qilish, yer yuzini da'vat qilish, Alloh man qilgan narsalarni yerdan supurib tashlash, oyat alomatlardan gapirish. Mana aytganni 40 gradus sovuq issiqdan oshiqqa yashay olmaysan inson. Xuddi beshik qarorgoh qildik degan mana Zuhruf surasiga, qaysi surada aytilgan, ko'p joylarga aytilgan. Beshik yer, beshikda insonni boqib turibdi, lekin senlar bitta like uchun qizg'onasanlar, bitta kommentariy uchun Alloh yo'liga bitta oddiy bir mana shu elementar narsaga qo'rqasanlar, qamalib ketishdan, o'lib ketishdan ko'rsanlar. Shuning uchun dabbatlar qarg'aydi, so'kinadi, belgi qo'yadi. Nima qilish kerak? Umrim abadiy emas. Shuning uchun ham nimadi bu? Yangi bir ko'zling, dajjolning nimadi bu? Quyosh nuridan chiqishi degandan keyin nima qilish kerak? Dobbatilar yangi odam bo'lgandan keyin g'ami nima uchun? Mana shu Qur'on hadisga konstitutsiyalar olib kelishga, konstitutsiya bu Qur'on Karim, bu konstitutsiya. Buni insonlar fahmlash kerak. Bu 1,5 ming yil ichiga Alloh taoloning o'zi nima qildi? Qur'on shifo rahmatda mana shu Imom Mahdi chiqqancha Qur'on Karimni ushlab turdi, ya'ni insonlarni o'qitib, basha qilib, demak shifo topib ketaverding. Endi nima bo'ladi? Endi bundan keyin ham shifo rahmat bo'ladi, lekin bu nima qilish kerak? Konstitutsiya o'rniga ishlash kerak. Konstitutsiyani olib kelib bitta odamga o'qib bera olmaysan-ki, tepasiga 50 marta 40 marta, lekin kasal o'tsa yosin o'qiylar deganlar, o'sha paytlar deylik. Yangi Fozil Qorini aytganday bitta hazratda Allah ham o'qigan, qo'llarini bog'lab, qo'llari ulanib ketgan degan keyin nima o'qidingiz hazrat? Alham degan qo'li, voy o'zimizni alhammi deganga qo'l uzilib tushgan deganni eshitdim men. Inshaalloh Alloh bilguvchirog'i. Lekin nimadi? Muso alayhisalomning davrlariga sehrgarchilik chiqqan, sehrdan boshqadan shuni qo'llarini qo'ltiqlariga tiqqanlar deyilgan, oq bo'lib ko'ringan. Deylik Iso alayhisalom kiyganlariga nima qilganlar? Peslarni tuzatganlar. Deylik shunda Allohning eng yaqin do'stidan Ibrohim alayhisalom do'sti deb nom olgan zot nima deyarlar? Ko'nglim taskin topishi uchun menga shu bir o'zingni qudratingni ko'rsatgin deyarlar. Qushni bo'ynini uzib 4 tomonga tashlab, yangi chaqirgan tog'larga qo'yib, yangi o'ziga keladi deganda, eng Allohga yaqin kishilarga ham bildirganda, lekin men nimadi? Men haqni yaxshi ko'raman, eng yomon ko'rsam, boshqa qilsam ham haq. Unaqa nimani xohlamayman, unaqa fokuslarni yo boshqa mehnat bilan erishishga xohlayman. Shuning uchun ham menga nimadi? Men shuni sevganim uchun menga unaqa fokuslarni Alloh bilguchi avvalambor bermasa kerak. Ya'ni bir ko'zli dajjol odamingga qarshi turish menga qiyinroq. Bitta yangi butun jamiyatni qo'liniki odamlar bir tarafga og'nab, yotib olib nima deganda bu dajjol odam deb turib olsa, hadisga chunki kelgan, men degan shayxlaring ham o'tiraveradi. Ya'ni shayxlaringning gapi bo'yicha nimadi? Shu Abror Muxtoring ham boshqa balay battaring ham nima deydi? Iso alayhisalom bilan Mahdi bu ikkita odam deb turib oladi. Mana hozir yangi Sodiq Samarqandiyni ham ko'raman, nima deydi? Bitta kamdan kam holatga deydi, ulamolarning kamdan kami nima deyapti? O kishidan keyin kishidan keyin hadisga aytibdi. Nima o'sha kishiga yig'ilgan hadismi nima? Bu ikkovi bitta kishi deyilgan, yangi kamdan kam bu ham zaif deyapti, ko'rapsanlarmi? Hattoki yangi Abror Muxtoriyni ham yangi Ahmadiylarga nima qilganga aytganki bu nimani aytibdi deydi, yangi men aytganim. Hukm Mustadrak al-Hukm deganki Ibn Ahmaddan keyin u hadis zaifmi, hadis yo'qmi, u narsa nomini deyapti, Ahmadning musnatiga deyapti. Mustadrak al-Hukmga 8912 va Iso ibn Maryamdan o'zgasi Mahdi emasdir degan, bu bittagina narsa.
qolganichi man aytganimda batilazman deyapman ham bir yo'l narsa qo'ygan hadis bilan ikkovimiz namoz quruqqa kalungladi mana aytyapti deyapman. Keyin yana nimadi? Quljaxshaman deyapman, qatanlik kishi Usama bin Ladendan keyingi xalifaman deyapman. O'zi ko'rsang bo'ladi Imom Mahdi borib o'zi hech qanaqa janjal qilish, urush qilishdan, o'zi bayat olishdan Arabistonga borib hech qanaqa narsa yo'q. Bayat da'vat orqali, internet orqali bu hammasi zamona mana shunaqa bo'lib ketdi. O'zi ko'rib turibsan, yangi ashsharayni ham gaz uylarida qo'ygan cho'tki qilib yuribdi. Soqollarni qo'yibsan, aytganingdek soqoli zo'r bo'lsa edi, gaz to'qmagan bo'lardi agar mayli uni qo'yib turaylik, mayli banda bizda banda, lekin Alloh taolo qaysi tomondan yo'l beribdi? O'zbekistonni zo'r qilaman deb mana bunaqa hamma zo'rlar nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nima uchun jinnida boshqa jumanalar deyapsanlar? Sabab birlashishing kerak, menga like bosishing kerak. Senlar payg'ambarni tug'ilgan kuni baloy battar deysan, payg'ambar bilan birga yotsam deysan, Arabistonga borsang yangi o'tib olib payg'ambar deyone 2 rakat namoz o'qisan deysan. Lekin mana shunday payg'ambar zurriyatidan ham bitta va'da qilmani zurriyatimdan chiqadi deb Alloh va'da qilgan yangi oyat alomatimizdan gapiradi degan yangi ko'rib turibsan. Nima qiladi? Konstitutsiyalarni Qur'on o'rniga Qur'on hadis qo'yishdi. Alloh menga buyuribdi, demak shuni qo'yish kerak. Alloh aytganini qilish kerak. Demak, yana nima deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Imom Mahdi chiqqanga qorlardan sudralib, tog'lardan oshib bo'lsa ham, qorlardan sudralib bo'lsa ham oldiga boringlar deganlar. Mana oldimga kelib o'tirman, mana shu internet orqali bitta xayr qo'shqi, yoz, like boskim qani, bildirmasdan bos, xohla so'kinib yozing kommentar, men o'zingni himoya qilaman, o'zingni ochib tashlab, ertak kuni javob berayurdim, men o'zingni bir yo'lingni qilib qo'y, davay birlashaylik internet orqali qani, million o'zbek xalqi birlashsin qani, sanksiyani kim beradi? O'rta Osiyo birlashsin qani, qirg'izingni, tojikingni birlashgan, tojikho, go'sht dori, men Imom Mahdi shumayam dedi, amun chikardan darkor, amun konstitutsiya, Qur'on Karim konstitutsiya, hadis ho konstitutsiya. Chi meshavad in konstitutsiya dast qat'i navistagi in konstitutsiya nameshavad in konstitutsiya amun Qur'on Karim asli amun zamin sajdagoy zamin mo amun namozxona, masjid hamina zaminay har yak qarish zamin hastay, har bir qarish yer masjiddir, har yak qarish zamin masjid hastay, in hadis ay چی همون این جن خورا الله تعالی چی کردن خودش و عبادت کردگی بود کردن همون ما عبادت کردن در کاریم همون الله تعالی و همون زمین ده با از زمین عبادت کردن در کار همون چی عراق ودکا میشود شما با عراق ودکا سیگارت نارکوتیک پرسین بوده سه عبادت در کار همش چی الله رخصت نمیداد همون چیزها رو ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همون تاجیک‌ها من یک طرف مادرم ممکن پدر طرفم هم تاجیک‌ها برآمده، برای همین گوش کن تاجیک یک میشه جای کنسوسیا با قرآن حدیث میشد. این همه زمین جای همه این چی آمدن وقتی هم قرآن کریم با الله تعالی وعده دادگی هم زخرف سوره 65 یکم آیه 61 این زخرف سوره اسلامیت امون یا منم دبات الادم یک من جهچه قل میاد گفتگی هم رب جهچه این حدیث هسته یگان حالی چی یگان این نمیتواند گفتنی همون قحطانه بود اسلام بالله چی میشود عذاب میبرد میواید اول الله تعالی همه میکند با ویا کشیدن امریکا با دیگر بعد وای من روسیه خاطر حدی حساس برای روسیه هم ما کار کردگی رفتیم ربات قلات ربات چی اچخولا گشنه غلام خالتور خالدار ایشان خالدار منه. السلام علیکم برادر ازبکی الله قلبمزده دلمزده حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک میشویم من بعد لیل هم داخی هستم انشالله استراحت بوت میکنم چقدر اسلام قطع انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.